General Kirillovning qotili bir umrga qamaldi. Rossiyada kuryerlar uchun keskin qoidalar tayyorlanmoqda. Rossiya armiyasida xizmat qilgan xorijliklarni mamlakatdan chiqarib yuborish taqiqlanadi. Jizzaxda 18 yoshli qiz boshqa bir qizni Tailandga fohishalikka yuborayotganda qo'lga olindi. 2025-yilda Rossiyaga Hindiston va Bangladeshdan rekord miqdorda migrant kelgan. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. General Kirillovning qotili bir umrga qamaldi. 2024-yil 17-dekabr kuni Moskvada Rossiya radiatsion kimyoviy va biologik himoya qo'shinlari boshlig'i General Kirillov va uning adjutanti Ilya Polikarpov qurbon bo'lgandi. Qotillikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Ahmadjon Qurbonov bir umrlik qamoq jazosiga mahkum qilindi. U Ukraina maxsus xizmatlari ko'rsatmasi bilan podyezd oldiga minalashtirilgan samokatni qo'yib ketgan. Ushbu jinoyat uchun unga $100,000 pul va Yevropa ittifoqiga viza va'da qilingan. Jinoyatni tashkillashtirishda ayblangan yana 3 nafar fuqaroga 18 yildan 25 yilgacha qamoq jazosi berildi. Rossiyada kuryerlar uchun keskin qoidalar tayyorlanmoqda. RBK nashrining yozishicha, kuryerlik faoliyatini tartibga soluvchi loyiha ishlab chiqilgan. U xususan quyidagilarni nazarda tutadi. Kuryerlar reyestrini tashkil etish va u orqali ishlash uchun ruxsatnoma berish. Unda kuryerlarning shaxsiy ma'lumoti, transporti va boshqa uskunasi haqida ma'lumotlar bo'ladi. Kuryerlar tibbiy ko'rikdan o'tishi, ishlash vaqti me'yori va tezlikka rioya qilishi, ishni boshlashdan oldin foto nazoratdan o'tishi shart bo'ladi. Har bir kuryerning shaxsiy va identifikator reytingi bo'ladi. Kuryerlar buyurtmani bajarish va yo'l harakat qoidalariga rioya qilishga shaxsan mas'ul bo'ladi. Qoidabuzarlik uchun akkauntni bloklab qo'yishlari mumkin. Yangi talablar 2027-yil 1-sentyabrdan kuchga kirishi mumkin. Rossiya armiyasida xizmat qilgan xorijliklarni mamlakatdan chiqarib yuborish taqiqlanadi. Deputatlar tegishli qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qilishdi. Ya'ni ular migratsion qonunchilikni buzsa ham deport qilinmaydi. Ularga 1000 rubldan 50,000 rublgacha jarima yoki 200 soatgacha majburiy ishlash tayinlanishi mumkin. Shuningdek, ularga RVP, VNJ berishni rad etish taqiqlanadi. Rossiyaga kirishga zapret qo'yish yoki bo'lish muddatini qisqartirishga ham yo'l qo'yilmaydi. Ularning patenti bekor qilinmaydi, patent olishda rad etishlar bo'lmaydi. Qolaversa, Rossiya armiyasi tarkibida jang qilgan xorijliklarni jinoiy taqiq uchun xorijiy davlatga berish taqiqlanadi. Davom etamiz. Rossiyada migrantlarning tibbiy ko'rikdan o'tishiga oid katta o'zgarishlar bo'ladi. Gosdumaga tegishli qonun loyihasi kiritilgan. Unga ko'ra, Rossiyaga kirgandan keyin tibbiy ko'rikdan o'tish muddatini 30 kungacha qisqartirish taklif qilinmoqda. Ya'ni Rossiyaga ishlash uchun kelmaganlar, masalan, o'qish, mehmonga, shaxsiy ishi bilan kelganlar ham shu muddatda ko'rikdan o'tishi shart. Ilgari muddat ular uchun 90 kun edi. Hamma uchun har yil ko'rikdan o'tish shart bo'ladi. Tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortganlar uchun jarimani 12 baravar oshirish taklif qilinmoqda. 25-50 ming rubl bo'ladi shunaqada. Shuningdek, ularni deportatsiya qilishlari mumkin. Soxta tibbiy ma'lumotlardan foydalangan migrantlar uchun 1 million rublgacha jarima bilan 4 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Tibbiyot tashkilotlari migrantlarning xavfli kasalliklari haqida Ichki ishlar vaziri va Rospotrebnadzorga xabardor qilishi shart bo'ladi. Tezkor deport qilishga erishish uchun migrantlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish tartibini buzgan tibbiyot muassasalari uchun 1 million rublgacha jarima joriy qilish taklif qilindi. Jizzaxda 18 yoshli qiz boshqa bir qizni Tailandga fohishalikka yuborayotganda qo'lga olindi. U 19 yoshli qizni Bangkokda mo'may daromad topishga qiziqtirgan. Aniqrog'i, fohishalik bilan shug'ullanish ortidan kuniga $350-400 daromad topishini va'da qilib, safar xarajatlarini o'z zimmasiga olgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi xabarida. Videoda ma'lum bo'ladiki, qizning o'zi fohishalikka ketayotganini bilgan. Diqqat, Qozog'iston hududida bo'lib turgan va tranzit yo'nalishida harakatlanayotgan fuqarolar
uchun muhim ogohlantirish. Migratsiya agentligi u yerda qattiq sovuq, qor bo'ronlari va muzlama sabab yo'llar o'ta xavfli holatga kelganini ma'lum qildi. Shu sabab fuqarolarga quyidagi tavsiyalar beriladi. Noqonuniy taksi va avtobuslardan foydalanmang. Texnik holati nosoz transportga chiqmang. Imkon bo'lsa, poyezd yoki samolyotni tanlang. Yo'lga chiqishdan oldin ob-havo va yo'l holatini tekshiring. Favqulodda holatlarda murojaat qiling. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi +7 172 95 42 52. 2026-yil 15-yanvardan Rossiya yangi qonun chiqargani haqida xabaringiz bormi? Bu degani amnistiya. Rossiya migrantlarga amnistiya tushirdi. Ya'ni siz bezdokument yurgan bo'lsangiz, O'zbekistonga borib 6 oy, 3 oy, 9 oy muddat o'tirib kelishingiz kerak emas. Endi oddiy bitta granitsa qilib kelib, yana dokument to'g'irlab ishlab ketaverasiz. Shundan bugun eshitdimki, haqiqatdan ham amnistiyaga o'xshagan narsa 15-yanvardan qabul qilingan, dokumentlarni ham qabul qilyapti, podacha qilib, lekin ular hali patent olganlari yo'q. Diqqat, amnistiya haqidagi xabarlarga ishonmang. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan hujjatsiz muhojirlarga amnistiya berildi mazmunidagi xabarlar asossizdir. Rossiya ichki ishlar vaziri va tegishli idoralar rasmiy amnistiya e'lon qilgani yo'q. Ishchi kuchi tanqisligi sababli ayrim migratsiya bo'limlarida yengilliklar bo'lishi mumkin. Biroq bu hamma uchun hujjatlashtirish kafolatini anglatmaydi. Amnistiya va'dasi bilan pul ishlamoqchi bo'lganlarga aldanib qolmang va yaqinlaringizni ogohlantiring. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Migrantlarga hujum qilgan o'smirlar sud qilindi. Yekaterinburgda migrantlarga hujum qilish va terrorchilikda ayblanayotgan 4 nafar o'smir 2007-2008 yillarda tug'ilgan. Ustidan tergov yakunlanib, ish sudga yuborildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ushbu shaxslar etnik nafrat asosida xatti-harakat qilganlikda va bir qator jinoyatlarda, jumladan chet el fuqarolariga tan jarohati yetkazish va mulkka zarar yetkazishda ayblanmoqda. Ular shuningdek taqiqlangan terrorchilik tashkilotiga a'zolikda gumon qilinmoqda. 2025-yilda Rossiyaga Hindiston va Bangladeshdan rekord miqdorda migrant kelgan. 2030-yilga borib Rossiyada ishchi kuchi tanqisligi 3 milliondan oshishi prognoz qilinmoqda. Shu bois Xitoy, Malayziya va Afrika davlatlaridan ham migrantlarni jalb etish rejalashtirilgan. Moskvada keng qamrovli reydlar boshlandi. So'nggi soatlarda olingan xabarlarga ko'ra, Moskva shahri va viloyati bo'ylab huquq-tartibot idoralari tomonidan kuchaytirilgan tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Xususan e'tibor muhojirlar gavjum bo'ladigan joylar, xususan choyxonalar, kafe va oshxonalarga qaratilgan. Rossiyada yana bir o'zbekistonlik hibsga olindi. Novosibirsk viloyatining Karasuks tumani sudi noqonuniy migratsiyani tashkil etishda ayblab, O'zbekiston fuqarosini hibsga oldi. Ayblovga ko'ra, u va uning sheriklari internet orqali kamida 270 nafar xorijlikka soxta shartnomalar sotgan. Bu haqda viloyatning umumiy yuridiksiya sudlar matbuot xizmati ma'lum qildi. Novosibirskning Karasuks tumani sudi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322 moddasi 2-qismi A va D bandlarda, ya'ni bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan noqonuniy migratsiya tashkil etish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Xidirov Masudaliga nisbatan tergovchining iltimosnomasi ko'rib chiqildi, deyiladi xabarda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Xidirov guruh tartibida oldindan til biriktirib harakat qilgan. Ular kamida 270 nafar xorijiy davlat fuqarolariga, shu jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlardan kelganlarga soxta fuqarolik huquqiy shartnomalar tayyorlab internet orqali sotgan. Sud ayblanuvchiga nisbatan 2026-yil 28 fevralga qadar qamoq ehtiyot chorasini tanladi. Agar uning aybi isbotlansa, 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Diqqat, RU-ID ilovasi orqali oldin ariza berib, Rossiyaga kelish 1-iyuldan boshlanadi. Xuddi shu sanadan Rossiyaga vizasiz ishlash va o'qishga kelayotgan xorijliklar kelishidan 72 soat oldin RU-ID ilovasi orqali avval ariza berib, keyin Rossiyaga kelishi shart bo'ladi. Rossiya ichki ishlar vaziri bu eksperiment muddatini 2027-yil 31-dekabrgacha uzaytirishni ham taklif qilmoqda. Eslatamiz, RU-ID ilovasida ro'yxatdan o'tib, keyin Rossiyaga kelish tartibi 2025-yil
yil 30-iyundan boshlanishi kerak edi. Biroq ilova ishida kuzatilgan nosozliklar sabab unda ro'yxatdan o'tish va kelishdan oldin ariza berish ixtiyoriy qilindi. Endi ma'lum bo'lishicha, yana majburiy bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.